Davron aka, yosh bolalarning immunitetini uy sharoitida ko'tarsa bo'ladimi? Albatta ko'tarish mumkin. Bunga birinchi navbatda ovqatlanish rejimiga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Birinchi navbatda oqsil vitaminlarga boy, minerallarga boy bo'lgan meva sabzavotlardan foydalanish kerak va bu bolaning immunitetini ko'tarishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari har xil gazli ichimliklar, fast food va turli xil mashnaqa mahsulotlarni bermaslikka harakat qilishimiz kerak. Tabiiy mahsulotlar, tabiiy oziq-ovqat, vitaminlarga boy mahsulotlar bolaning immunitetini mustahkamlaydi. Keyin esa toza havoda turli xil sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish, yugurish, chopish va boshqalar. Uyda turli xil telefon, planshetlar ko'rib vaqt o'tkazgandan ko'ra kun davomida qanaqa sport bilan shug'ullanish organizmda qon aylanishini yaxshilaydi va bolaning immunitetini ko'tarilishiga yordam beradi. Keyingi yana bola immunitetini ko'taradigan sabab bu uyqu rejimi. Bolajonlar kamida 8-10 soat davomida uxlash kerak. Ya'ni kechalari albatta bolaning uyqusini o'z joyiga qo'yish kerak. Keyin esa oilada sog'lom muhit yaratishga harakat qiling. Bolani ortiqcha bosimlarsiz tarbiyalang. Oilada qanaqadir tushunarsiz vaziyatlar kelib chiqadigan bo'lsa, albatta buni bolalarga bildirmaslikka harakat qiling va bolangizni boshqa bolalar bilan solishtirmang. Bu ham bolani immunitetini ko'tarilishiga ancha yaxshi yordam beradi. Shifokor maslahatisiz turli xil antibiotik va dori vositalarini qo'llash immunitetning susayishiga olib keladi. Bizani vrachlik praktikamizda ham bu holat juda ham ko'p uchrab turadi. Bir necha antibiotiklar qo'llagan bemorni yoki bolaning ahvoli yengillashmagan va ko'rganimizda bolada immunitet tushib ketgan. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Albatta shifokor maslahatisiz va tavsiyasiz o'z boshimchalik bilan antibiotiklar qo'llamang. Yuqoridagi tavsiyalar bizga foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying.